أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli aziz o'quvchilar, tunugungi darsimizda kufr to'g'riliq to'xtalgan edik. Ya'ni kufr ikki xil bo'lib, birinchisi insonni millatdan chiqarib, amallarini hammani bika qiladigan, qiyomat kuni abadil abad do'zaxda qo'yadigan cho'ng kufr. Bu çoğun küfür Allah Teala'ga teniş, Allah Teala'nın ki isim sıfatlarına teniş, vahiyge teniş, risaletge teniş, nübüvvetge teniş, malaike feriştelerge teniş, digenge o'xshagan bu xil holatdagi çoğun küfrü. İkincisi günah ma'siyatlar. Onun bilan egasi kafir bo'lib ketmaydigan. Ammo uni qilish xuddi ig'ir bir jinoyat. Allohning oldida qattiq yomon ko'riladigan bir amal ekanligini uqtirish uchun uni kufr deb sifatlangan yo kufr deb tonitilgan amallar bo'lib, bu kufr deb atalgan amallar onun ig'irligi, jinoyatining qattiqligi, Alloh taolaning o amallarni qattiq yomon ko'radiganligi tarafdan kufr deyilgan bo'lsa-mu, ammo u bir gunohi ma'siyat bo'lishi bilan cho'ng kufrdan farqlanib, kichik kufr bo'ladiganligi haqida tunugunimiz darsimizda shu haqda so'zlagan edik. Bugungi darsimiz shirk haqida to'xtalamiz. Şirk ekber ve asgar. Şirk mu? İkiye bölünür. Çoğun şirk, küçük şirk. Bu halde. Kema ennel kufre fihi ekber ve asgar, fekazalike şirku fihi ekber ve asgar. Xuddi küfrünün içinde çoğun küfür, küçük küfür de ikiye bölünür. Şunundaki şirk de mu? Çoğun şirk, küçük şirk de bu ikiye bölünüdü. Bu ikiye bölünüdü. فَالْاَكْبَرُ مَعْرُوفًا وَهُوَ كَمَا قَالَ اِبْنُ الْقَيِّمِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ نِدًّا يُحِبُّهُ كَمَا يُحِبُّ اللّٰهِ وَهُوَ الشِّرْكُ الَّذِي تَدَمَّنَ تَسْوِيَةَ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلِهَذَا قَالُوا لِآلِهَتِهِمْ فِي النَّارِ تَاللّٰهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Şirk, umumeten çoğun şirk üçe bölünür. Bu birincisi şirk-ü rububiyet. Şirk-ü rububiyet. İkincisi şirkul esma-i ve sıfat. Üçüncüsü şirkul uluhiyet. Yeni koşap koyganlarımı var. Dördüncüsü şirk et-teşri'. Mana bu dört türlük şirk buludu. Bu sahadaki şirk milletin çıkartılan çoğun şirktir. Bunu şirkul rububiyet ki kelsek, Allah Teala'nın yağmur yakkuzuş, adamlarını öldürüp tirildiriş, dualarını icabet kılış, yardım talep kılsa yardım beriş, kıyınçılıkta kapkagan bolsa, kıyınçılıklarını hal koyuş, kisel bulup kagan bolsa şifalık beriş degandek, bu xil taraflarda Allah'tan başka bir şeyini, bir narsani badep tungan bolsa ve badep itiqat qilgan bolsa, bu rububiyetdagi shirk bo'ladi. İsim sıfatlardagi shirk bo'lsa, Allah Subhanahu ve Taala'nın isimleri bilen başka, Allah'tan başka mahluklarını atıgan
Masalan, Arab mushrikleri Lat, Uzza, Manat deganlarga o'xshagan o'zining ma'budlarini azizdan o'zining ma'budlariga Uzza deb chiqarib, Allohdan Lat deb chiqarib, qig'iniga o'xshagan Allah'ın isimleri ve Allah'ın sıfatları bilen başka bir şeyini süpetligen bolsa, şu süpet Allah'ta tepelediğin şu süpet ya ki Allah'a layık boğan şu isim hazır men atmakçı boğan bu nesige meyli o insan, meyli cin, meyli malaike, meyli qanday nese bolsun ma'budlardan layık dep turup atıgan bolsa ve süpetligen bolsa mana bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki isim sıfatında gayrını Allah'a şirk kılgan buludu. Ya ki Allah subhanahu wa ta'ala'a Allah'ın isim sıfatları yok boğan bir isim sıfatlarını koşkan bolsa, koşup koygan bolsa, bu şirkul esma ve sıfat ki şirk buludu. Şirkul uluhiye yoki şirkul ibadet deb qo'yamiz. İbadetdagi shirk Allah subhanahu va taologa qilinadigan ibadetni masalan dua Allohga qilinadi. Yoki Allohni ulug'lab bo'g'izlanadigan zabh, mal bo'g'izlash yoki tavaf, Allah Teala'nın ulug' baytini tavaf qilish o'xshagan bu ibadetlerini Allah'tan başka bir kişiga qilsa, mayli quyosh yoki oy yoki ma'lum bir joylar, masalan bizningki tavaf desak, mazarlarimiz bor, tavaf qiladigan, dua desak, mazarlarimiz bor, mashayikhlarimiz bor, berib dua qilib keladigan. Mana bu şu şekildeki yoki mal bo'g'izlamoqchi bo'lsak, ulug'larimiz bor, bo'g'izlaydigan, mallarni bo'g'izlaydigan yoki ma'lum joylarimiz bor, shu yerga apirib mal bo'g'izlaydigan. Mana bu ishlar ibodatdagi shirk. Bu millatdan chiqib o'tadigan shirk. To'rtinchisi tashri'dagi shirk. Ya'ni tashri'dagi qonundagi shirk. Bu Allah'tan başka insanın hayatını tüzeydigan, ıslah kıladigan bir kanun tüzüp bergüçüden birisi ba ya ki Allah bilen birge kanun çıkırış tikiş bir ortak şerik edin birisi ba dep Allah Teala ruhsat kılmagan şekildeki kanun tüzümlerini çıkırış ya ki dinge hılap kanun belgülemelerini belgüleş, bunu insanlar boysunup yaşaşı ve bunun hakiki amel kılışı gerek deb dava kılış. Mana bu Allah subhanahu wa ta'alaga teşri'da Allah'ın gayrine şirk kılmak buludu. Bu töttürlük şirk, çoğun şirk. Ve bu töttürlük şirknin dairesinde nurgulluğun türler var. Bu hem çoğun şirk buludu. Yani şirk rububiyet, şirk esma-i ve sıfat, şirk uluhiyet, el-ibade, şirk fit teşri. Mana bu töttürdeki şirkler. Pellekber ve ma'ruf. Çoğun şirk hemmeylenge tunuluduğun, bülünüdüğün şirk. O şirk İbn-i Kayyum deginidek o insan Allah subhanahu ve ta'ala'dan başka niddini, okşişini tutuşu. Onu Allah'ını yaxşı görgende yaxşı görüdü, bununu tutuşu. Bu şirk müşriklerinin ilahlarını Rabbul Alemin'e beraber kılışını öz çıkarıdığın şirk bu. Şunun için ola ilahlarına devzakta Tallahi in kunna lafi dalalim mubin iz nusavvikum bi Rabbil Alemin dedi ya. Tallahi Allah bilen qasam hakikaten biz uçuk ezip tükenmez. Hak yoldan yiraklaşıp gidip tükenmez.
Nima uchun? Chunki biz sizlarni olamlarning Robbiga ibodatda, itoatda barobar qilib ekanmiz deydi. Bir Robbil alamin fil ibada va ta'a, ibodatda, itoatda barobar qilib ekanmiz. Allah şifalık berse, silinin kulağından şifalık keludi deb Allah payda ve ziyanını biktikçe Allah bolsa silini mu takdirlerini urullaştıralaydı. Payda ziyanını bikitalaydı deb dikenmiz. İnsanğa tilgen hacetlerini Allah birdi değilse biz silidin bir neyse tilesek selenimi birelaydı ya bir işki vasıta bolalaydı. Bizning dualarimizni, bizning tilaklarimizni seleni anlap Allah'a yetkizdi, Allah Taolaga anlatıdı. Çünkü ulug', katta, büyük şahslar debtikemiz deydi deb Allah bayon qildi. Mana bu tasviyat. Ana bu tasviyat qanday bo'ladi? Allohga qilinadigan har qanday ibodatni Allah'ning g'ayriga qilsa o beraber kılganlık var. Xuddi mutlak boysunuş Allah'ın hakkı. Eğer Allah'tan başka bir kimge onun doğru hatalıkını sürüştü kılgılı olmaydı. Onun nemi digenini, demigini sürüştü kılgılı olmaydı. Bizden üstümüzde düşürdüğün vazife mutlak onun boysunuş, ağan kararlarına emel kılış, nemi dese şunun makul deyiş, digen süpet bilen bir adamga boysunulsa, mana bu Allah'a onu şirk kılganlık ve Allah onu beraber kılganlık budur. Ve haza şirku la yakbalul mağfirete illa bit tevbeti minhu. Bu şirk fakat onundan tövbe kılış bilenlam mağfiret kılınır. Bu şirk mağfiretini kabul kılmaydı. Yani keçirimini kabul kılmaydı. Fakat onundan tövbe kılsalar man keçirim kılınır. Bunda şirknin ilgisi Allah Teala'nın günahlarını keçirim kılış erişemaydı. Fakat tövbe kılsalar buladı. Xuddi Allah Teala dedi: "İnna Allah la yaghfiru en yushraka bih ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha." Hakikaten Allah Subhanahu ve Teala özüge şirk kılnışını keçirim kılmaydı, şirk keltirişini ve onundan tüvendiki günahlarını halagan kişi keçirim kılıdı dedi. Şirk mutlak tövbenin yoludan başka yol bilen keçirim kılınmaydıkan cinayet. Ama onundan başka ma'siyetle kanda çok ma'siyet bolsun. Mesela anısı bilen zina kılgan ma'siyet bulup kalsın. Ya ki bir insanını öldürüp atkan ma'siyet bulup kalsın, hatalık bulup kalsın. Onundan başka kandak hakның hakkını yep ketken ma'siyet bulup kessin. Bunu tövbe kılmayı kapkası ilgisi kıyamet günü Allah'ın aldığı bağanda Allah onun kılgan yaxşı emelleri ve salih emelleri bilen bunun hatalıkını keçirim kılsam buludu iken dep kalsa özünün pezle bilen keçirim kılıvıdır. Eğer bunun cezasını bir iş gerekken dese Allah özünün adaleti bilen cezalaydı. Bu bende tövbe kılması mı? Allah'ın haişi kalan iş. Lekin şirk fakat ilgisi muşu dünyanın özü de pişman kılıp kalbidin kıpsağınıga nadamet yap içi içip Allah Teala'nın hakkıda kıpsağın bu igir cinayetige özününki kıpsağın igir cinayetige pişman kılıp tövbe kılsa anıdan keçirim kılınır. Mana bunda bir günah var. Demek şirk keçirim kılınışı için tövbe şart kılıngan şirk. Başka günahının hemmesi Allah Teala'nın meşiyetiga bağlıq, ama şirk bu. Ve haza li'annahu iza lem ya'rifil cahiliyete ve şirk ve ma abahu'l Kur'an ve zemmeh vaqa'a fihi ve aqarrah ve da'a ileyhi ve savvabahu ve hassanah ve huve la ya'rif ennehu huvellezî kâne aleyhi ehlul cahiliye ev neziruh ev şerrun minhu ev dûne
فَيَنْقُزُ بِذَٰلِكَ عُرَى الْإِسْلَامِ عَنْ قَلْبِهِ وَيَعُودُ الْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفًا وَالْبِدْعَةُ سُنَّةً وَالسُّنَّةُ بِدْعَةً وَيُكَبَّرُ الرَّجُلُ بِمِحْضِ الْإِيمَانِ وَتَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ وَيُبَدَّعُ بِتَجْرِيدِ مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا والله المستعان. Bunda bo'lishi chunki agar bu inson jahiliyatni, shirkni buni bilmasa va Qur'oni Karim ayiblagan, so'kkan ishlarni bilmasa, o kishi uni uchib qoladi. Shu Qur'on ayiblagan ishga uchib qoladi va uni e'tirof qilib qoladi. Uningga chaqirib soladi, uni to'g'ri deb tunib qoladi, yaxshi ish deb tunib qoladi. Vaholaniki o shu qilayotgan ishning jahiliyat ahlining ishi ekanligini ya shuning o'xshishi yoki jahiliyat ahlininki qilganidan yomonroq yoki uningdan mindiroq, tuvanroq ekanligini bilmay, uningga boshqalarni chaqirib to'g'ri deb chiroyli ish deb qoladi. Natijada bu orqali islomning tutqusi uning qalbidan buzilib ketadi, sinib ketadi. Ma'ruf u odamning nazarida yaxshi ish munkarga, munkar ish ma'rufga, bid'at sunnatga, sunnat bid'atga aylanib qoladi. Saf iymoni xolis tavhidi bilan bir odam kofirga chiqariladi. Shuncha iymoni saf, tavhidi xolis bo'lsa kofirga chiqariladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga xolis agishish, havoyi havas bid'atlardan ayrilish bilan bid'atga nisbat beriladi va qanday bir kishining basirati, farosati, tirik qalbi bo'lsa, u kishi buni ochiq ko'ra oladi. Allohul musta'an, Alloh bizni saqlasin. Demak, bu jahiliyat, shirkni tunish, Qur'on ayiblagan, so'kkan ishni tunish lozim. Buni tunish bo'lmasa, inson uni to'g'ri deb, uni yaxshi deb boshqalarni chaqirib soladi. Natijada u o'zining qilayotgan ishining jahiliyat ahlining ishiga o'xshash. Masalan, hammangizga ma'lum yurtimizda ayni zamondagi jahiliyat ahlining ishiga o'xshagan ishlar yuz beryapti. Ayni vaqtlarda kishilar o'zining solih, yaxshi ömür hayatını din İslam'ın hizmetinde ötken bendeler ölüp kalsa onun kabirleriga onun heykellerini tiklep, ornutup muşunçola olu özünün hayatını İslam için atgan, İslam yolu ketken kişilerimi dünyadan ötep gitipti ve dünya onunla vapa kılmaptı. Mana endi biz nima halimizga bunçola körenlaymiz. Bizmi ibadette boşaşmaylı, takvalıkta boşaşmaylı deb Allah Teala'ga yaqinlashqili bo'ladi ekan degan asosda ularning qabrlariga haykal tiklagan. Ular birinchi avlod ketdi, ikkinchi avlod kelib ham burun qilib buningga sajda qilgan, buningdan yordam talab qilgan, buning qishida duo qilgan, buningdan hojatlarni tilagan, buningdan qiyinchiliklarni so'rgan deb shirklarni keltirgan. Xuddi bizningki diyorimizda, vatanimizda nurg'ulg'an mazalar o'tirg'i chiqib, shu mazalarning egilarining Allah'ның dini uchun shahid bo'lganligini bana qilib, yoki u payg'ambarimizningki ahli avlodi ekanligini bana qilib, uning mal bo'g'izlaydigan, uning ustida namoz o'qiydigan, Qur'on tilovat qiladigan, murosimlarni olib boradigan, uning oldida hojatlarini tilaydigan, xuddi uningdan Allohdan qo'rqqanda qo'rqadigan, umid orzularini uningga bog'laydigan mana shunday ishlar o'tirg'i chiqdi. Bu nima? Bu Qur'oni Karim ayiblagan, so'kkan shirkni, uning turlarini, qaysi tarafdan shirkning bo'ladiganligini tushunmaganlikdan mana buning bilan bu shirk o'tirimizda paydo bo'ldi. Ahli islomning ichida bu shirk paydo bo'ldi.
Şundaq salih onunğa qarşı chiqqan inkar qilganlar kafir bo'ldi. Uni qo'llagan quvvatlaganlar saf ahli islom bo'ldi. Bundaq ahvollar hammamizning oramizda ko'rildi. Shunga shirkni, jahiliyatni va islom cheklagan ishlarni buni bilib olishimiz lozim. Buni bilgan chaqimizda bundan saqlansak, qaldisi beri islom buyurgan, talab qilgan ishlar bo'ladi. وقال العلامة ابن القيم وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتسنع للخلق والحلف بغير الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت. Allama İbn Qayyim rahimehullah munda deydi. Yuqoridagilar cho'ng shirkninki turlari. Ammo kichik shirk u azroq riyoga o'xshaydi bu. Bu ammo kichik shirk u azroq riyoga o'xshaydi masalan. Qalbimizda qilayotgan amalimizni ko'rsin deb kichikgina bir yuragimizga kelgan bo'lsa, qalbimizda shunda shakllangan bo'lsa, bu riyo, bu shirk. Nimishqa ibodatni kimga qilamiz aslida? Allohga qilamiz. Allohga qilgan ibodat va bizmi Allohga qilib o'tiqliq. Ammo inson bir ko'rsikan yo bir anglasikan deganning o'zi qalbga kichikgina keldi. Shu kelgan miqdori u Alloh taologa qilinadigan ibodatda Allohning g'ayrini shirk qilgan bo'ldi. Bu kichik shirk. Kishilarga yasalmilik qilganga o'xshagan. Masalan, yolg'iz namoz o'qisa, shittik o'qiydigan, jamoat bilan namoz o'qisa, uzun o'qiydigan, yolg'iz namoz o'qiganda qiroatlarini guldir o'qiydigan, kishilar bilan o'qiganda eng chiroyli o'qiydigan tasannu. Bumi kichik shirk. Allohning g'ayri bilan qasam ichish. Xuddi keldi bu payg'ambar alayhisolamdan, o payg'ambar munda dedi, kim Allohning g'ayri bilan qasam ichsa, o Allohning g'ayrini Allohga shirk qilgan bo'ldi dedi. Bu nimishqa? Yana bu qasam ichish ulug'lashni maqsad qiladi. Ulug'lash Allohga xos. Bu yerda ulug'lashni kichikkina bir insonga bog'lab sog'anligi uchun Allohdan boshqa bu shirk. Ve bir adamning yeni bir kishiga Alloh xolisi, sen xolisan degan so'zi bu Allohdan, o'zlaridan men Allohning yordami bilan va ham o'zlarining yordami bilan mana Allohdan boshqa, sizlardan boshqa hech kimsam yo'q. Men Allohga tayinaman, yulinaman, sizlarga yulinaman. Agar sen bo'lmagan bo'lsang, bunda ishlar bo'lib ketdi degan mana bu gaplar kichik shirklar. Bu cho'ng shirkmi bo'lib qoladi? Shu so'zni diguchi va diguchininki e'tibori va uning maqsadi bilan cho'ng shirkmi bo'lib qoladi. Agar haqiqatan shu gapni diguchi men Allohga tayinaman, sana tayinaman degan kishi zodi Allohga tayinishga o'xshash bir tayinishni maqsad qilgan bo'lsa, yoki sen bo'lmagan bo'lsang shundoq ish o'tdi deb, masalan, sen bo'lmagan bo'lsang, boshqalar meni urutgan, yo boshqalar meni o'ltirib o'tadi ekan, yo boshqalar meni go'shamni yeb ketadi ekan deb, shu qismatning beshiga kelishdan birdan-bir to'sqini mushu inson deb butunlay niyatni shuning bilan bog'lagan bo'lsa, bu cho'ng shirk bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sahih bo'ldi. O payg'ambarim bir odamga bunday dedi: "Mashalloh va shi'ta." Bir odam payg'ambarimga "Mashalloh va shi'ta, Alloh xolisi, sen xolisan" debdi. "Aj'altani lillahi niddan." Sen meni Allohga barobar qilamsa, o'xshash qilamsa, da mashalloh vahda yakki yigana Alloh xolisa. Mana bu lafzi uningdan boshqa lafzlardan yengilroq. Mashalloh va shi'ta degan boshqa lafzlardan yengil. Shirkning turlaridan sujudul muridil shayx, muridning shayxga, ya'ni vujusqa sajda qilishi, o sajda qilg'uchimi shirk va sajda qilg'uchimi shirk bo'ladi. Sajda qilg'uchining shirk bo'lishi, mushrik bo'lishi. Sajda ibodat. Alloh taolo
Qur'oni Karimda nurg'un yerda vasjud deb Allohga sajda qilgin dedi. Sajda qilinguvchi rozi bo'ldi aning o'ziga sajda qilganligiga. Shuning uchun o shirk. Uning turlaridan shayx uchun, g'ujam uchun bosh chuytish, g'ujam, hazratam uchun boshni chuytish. Bu Allohning g'ayriga qulchilik qilganlik. Boshni chuytish bilan faqat Allohga xossatan haj ibodatlarida qulchilik qilinadi. Hajga borgan chaqda, hajdan, ihromdan chiqqan vaqtda beshimizni chuytish yoki chashlarimizni azroq qiqish bilan Allohga qulchilik qilayotgan gap. Shu orqali bizning ihromdan chiqqanligimizni uqtiramiz. Ammo bir g'ujamning qashqa bo'lsak, o'zimizning tuvalligi, xorligi, g'ujamning oldida uning quli ekanligi, g'ujam nima desa biz ma'qul detqanligimizni ifodalash uchun boshlarimizni chutganlik bu shirk. Chunki Allohdan boshqaga xor bo'lish, Alloh taoladan boshqaga o'zimizni butunlay qulligini topshirish bu shirk bu. Bunda ishlaba ve min anvaihi şirkning turlaridan shayxga, g'ujamga tavba qilish. Yani g'ujamninki burutidan axlab qolsak bo'lmaydi deydigan bir gap bormi Uyg'urchilikda? Tavba fa innaha shirkun azim. O g'ujamga tavba qilish katta shirk. Cho'ng shirk. Chunki tavba faqatlam Allohga bo'ladi. Namoz, roza, haj ve nusuk, hac ibadetlerine okşaş. Bu Allah'ın halis hakkı. Tubu ilallahi. Deb Kur'an'da nurgun yerde dedi. Tövbe Allah'ın hakkı. Sen men tövbe kılay. Sizgi tövbe kılay. Kokap, pişayman kılıp, tövbe kılay deyiş. Bu şirk. Tövbe Allah'ın hakkı. Musned'te enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem utiye bi esir. فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال رسول الله أعرف الحق لأهله. Cezmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kaşığı bir esir epkilindi. O esir ey Allah ben sana tövbe kılaman, Muhammed'ki tövbe kılmayman dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adam hakkını ehligi tunuptu. Hakkını ehligi tunuptu. Ehli kime? Allah. Tövbenin ehli Allah idi. Allah'ı tunuptu hakkını ben Allah'a tövbe kılaman dedi. O esiri güçüp kalgandakin ben tövbe namı yazay, pişman kıldım, işkinci kılmayman demi Allah'a kılaman ma tövbeni dedi. Muhammed'ki kılmayman, öldürüyorsa meyle dedi. Ve min anvaihi şirknin türlerinden en nezru li gayrillah, Allah'ın gayrigi nezri kılış, o şirk. Bu Allah'ın gayrı bilen kasem işkendin mu iğirrak bu. Kaçan men halefe bi gayrillah, Allah'ın gayrı bilen kasem işken kişi Allah'a şirk keltügen bolsa, kandak mu Allah'ın gayrige nezri kılgan kişi Allah'a şirk keltümegen bolsun. Lekin Sünenun Nesa'i, Sünenun Darimi, Sünenun Tirmizi'de Ukbet ibn Amir raziyallahu anhu'nun hadisidin rivayet kılındı. O peygamberimden rivayet kılıp en nezru hilfe dabba. Nezri degen kasem dabba. Demek bu mu şirk? Şirknin türlerinden Allah'ın gayrıdan kokuş. Allah Teala'nın gayrıki tevekkül kılış. Allah'ın gayrı için amel kılış. Allah'ın gayrı için har buluş. Yeniş. Rızıkını Allah'ın gayrıdan talep kılış. Cenimizde bu bakıttı. Turmuşumuzda bu kandaydı. Bu boğmagan bolsa bizning bugunimiz bo'lmaydi deyish. Allohning boshqasidan maqtash bergan narsaga Allah bersa Allohni maqtamay boshqalarni maqtaydigan, madhilaydigan, ko'z yeshi oqqizadigan. Buning bilan Allah subhanahu va taoloni maqtashdan bir hojat bo'lish, boshqalarni maqtagandan keyin Allah taolo taqsim qilmagan va uning bilan qazo va qadar mu joriy bo'lmagan narsaga g'azab qilish, so'kish, Allohning ne'matlarini Allohning g'ayriga qo'shish,
Allah'ın nimetlerini gayrıga qo'shish. Allah nimet bergan bo'lsa, masalan shifolik ni'mati bergan bo'lsa, paloni doktor saqaytdi. Ha bir yaxshilik qilgan bo'lsa, bu kuni menga yaxshilik qildi deyish. Ve şunu itiqad qilishki, buludur kainatda Allah xohlamagan narsa bo'ladi deb itiqad qilish, mana bu shirkning turlaridir. Demek şirk 3 xil. İtiqadi şirk, ameli şirk, amelde bulunduğun şirk ve kavliye şirk, ig'izida bulunduğun şirk. Bu 3 taraftan şirk buludu. Mana bu şirkning turlari. Üçüncüsü nifak. Biz dersimizin 5'ida Allah Teala çekilgen işlerinin birincisi küfür degen. Küfür. Onundan kin haram. Haramның tüyündeki mekruh tehrime en tüyüne mekruh. Yani evla, ebzelin hilafı. Bu küfürün peşke küfrül ilhad, küfrü şirk, küfrü ridde, küfrü nifak, küfrü ehlil kitap dep bunu bölgen. Küfrü şirk, şirk küfrüsüne bana bugün hazır degende ikkiga bölüp çoğun şirk, kiçik şirk. Çoğun şirk küfürlük, kiçik şirk küfürlük emas. Küfrü nifak, nifak küfrüsüne mi hazır çoğun nifak, kiçik nifak dep ikkiga bölemiz. İza kana fi kullin min el-kufri ve şirkil ekber ve asgar femisluhum en-nifak fihi ekber ve asgar aydan. Kaçan küfrü şirkten ibaret her biri de çoğun küfür, çoğun şirk, küçük küfür, küçük şirk bolsa bunun o'xshagan nifaqdimi çoğun küfrü, küçük küfrü, çoğun nifaq, küçük nifaq var. O şunun o'xshaydi. Allah Teala nifaqdimi çoğun, küçük. Fennifakul ekber huve nifakul akide. Bu çoğun nifak degen o akidedeki nifak. Bu dozaqning en tüven katlimide mengu qilishni lazım tutudu bu akidedeki nifak. O akidedeki nifak degen küfrünü yuşurup kalbide İslam'ını aşkarlıqallık. Bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın zamanında beydi. Kur'an-ı Kerim bunda küfrünün ehlinin tüm perdelerini yırtıp taşlaşılan toşap ketdi. Kur'an asaslık bunda adamların çümbellerini, tüm perdelerini içivetti. Allah Teala mümin bendelerine ulanın işlerini aşkarlıvetti. Liyekunu minhum ala hazar. Bu müminler uladın bir ihtiyat üstüde bolsun ve hazar kılsın da. Ve müminler ulanın ahlakıdan imkan kadar bir yiraklaşsa, saklansa da Allah Teala bularını içip taşlap verdi. Bu ancak mehfi emas. Şuna bu çoğun nifak hakkında to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lgan inson Qur'oni Kerimdagi suralarni o'qisa bo'ladi. Endi bu çoğun nifak aqidadagi nifak bo'lib, yuragida kufr bilan o'xshash. İslam'ını yaman kırdı, Müslüman'ını yaman kırdı, İslam'ın ki mukaddesatlarını yaman kırdı, Kur'an'ını yaman kırdı, İslam'ın galbi kılışı, ronak tepişini yaman kırdı, terakki kılışını yaman kırdı, onu xalamaydı. Ama özü xalamaslıkını aşkarlamaydı. Qanday qiladi? İslam, xuddi İslam tarafda turdi. Lekin ammal niyetida şunu yaman kırdı. Ve bazı iş hareket, ameli faaliyetlari bilan İslam'ın terakkiyatı, Müslümanların terakkiyatıga ziyan saladigan ishni qiladi. Va uning terakkiyatini to'sadi. Mana bu cho'ng nifaq. Ama bugungi kundagi o'zining islomning nomini ko'tarib olib, musulmonning avlodi bo'lib turib olib, davomli islomning g'ayridagi bir sapda o'zining ochiq maydonini jakolab turib, men musulmonning g'ayridagi sapda deb turib İslamga, musulmonlarning hayotiga ziyon solganlar bu cho'ng nifaqning ichida. Ya'ni muomalada musulmondek muomala qilinsa-mu, ammo Allohning nazarida u kofir. Ammo kichik nifaq o amal va ish harakatdagi nifaq o. U munofiqlarning axloqi bilan axloqlangan, ularning yo'liga mangan kishi.
Gerçi onun aqidasi sağlam bolsa-mı, mana bu bir narsa ki onundan sahih hadislar çekilgan tosqan bir narsadır. Muttafaqun alayhi hadis qo'xshash. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ve men kanat bihi khaslatan minhunna kana fihi khasla minan nifaq hatta yad'aha. 4 iş var. Qanda bir adamda o 4 iş bolsa o xalis munafiq bo'ldi. Yani toshqan munafiq bo'ldi. Qanda bir adamda o 4 işten bir xislat bo'lib qolsa, o adamda nifaqdan bir xislat bo'ldi, bir putaq bo'ldi, o adam uni qo'yganga qadar. Biri amonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Amonat moddiy amonat. Bu moddiy amonat. Masalan, ma pulum sizning qoshlarda tug'ash tutsin, ma o balam sizning qoshlarda tug'ash tutsin, yoki ma narsam bir sizlar bir saqlab baslar degandek. Ma'naviy amonat, ma sir ya ma maxfiyatchilik, ma söz ya sorunning yoki yig'ilishning sirri amonati bu yerda qolsin desa, uni xiyonat qilib chechib o'tadigan, yetkazib o'tadigan. İkincisi söz kılsa yalgan aytadi. O umuman yalgancılık, bu munafiqninki bir xislati. Üçüncüsü ahdileşse aldaydı. Yani va'dalashgan bo'lsa bir ishqa aldaydı. Onunga parvo qilmaydi, va'dasiga turmaydi. Va'dalashgani bilan kari yo'q. Dördüncüsü cizellashib qolsa eg'izini buzadi. Yani sat axloq uningda tepilgan. Gap so'zda eg'izini buzadigan, eg'izi sel meynat. Yeni bir hadis var, munafiqning alameti 3, söz qilsa yalgan aytadi, va'da qilsa xiloflik qiladi, tumaydi, amonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Bir rivoyatda Muslimga garchi namoz ro'za tutsimi, namoz o'qisimi, o'zini musulmon deb da'vo qilsa bu deb. Uning namozi, uning ro'zasi, uningki munofiqlikdan to'sab qolinmaydi. Mana bu hadislar va uning o'xshagan hadislar sahobalarni o'zlariga munofiqlikdan qo'rqadigan qilgan. Biz munofiqdimiz biz. Hatta Hasan bunda dedi: "Ma khafahu illa mu'min va ma aminahu illa munofiq." Bu munofiqlikdan faqat mu'min qo'rqadi, uningdan faqat munofiq amin bo'ladi dedi. Chunki mu'min munofiqning ig'irligini, munofiqlikning Allohning oldida yomon amal ekanligini bilganlik uchun qo'rqadi. Munofiq uningdan qo'rqmaydi. Oq ko'ynakdan birini kiygan odam shunchalik diqqat qiladiki, bir hattal yerga qor yuqib qolmasa deb. Chunki qor yuqib qolsa, u ko'ynakni kiygili bo'lmaydi. Ammo qop-qora ko'ynakni kiyib olgan odam qor qanchalik yuqishdan xotirjam. Chunki chanmaydi deydi. Hatta Umar roziyallohu anhu payg'ambar alayhisolatu vassalam munofiqlarni tunutib qo'ygan Huzayfa roziyallohu anhuga berib deydi: "Meni sen munofiqlarning ichidan topamsa, men bu bormi?" Bu Umar roziyallohu anhu bilimlik munofiqdan qo'rqitdi. Umar roziyallohu anhuga, "Voy munofiq degan Umar roziyallohu anhuga hem munofiq hem bilimlik mi bo'lamdi?" deyilibdi. Umar roziyallohu anhu bo'ladi. Tili bilimlik, qalbi jahil. Ig'izida so'zlaydigan, ya'ni bilimi ig'izida bor. Da'vosi ig'izida bor. Va qalbi jahil. O degan so'zni to'maydi, degan so'zini e'tirof qilmaydi yoki degan so'zi bilan yashamaydi dedi. Mana bu diqqat qilishga tegishli ishlar. Bo'libmi so'zingda turmaslikning o'zi bugungi kundagi dinning musulmonlarning orasidan ham yo'qolib ketishiga sababchi bo'lganlikning birisi. Ba'zanlar bunda dedi: "Allohumma inni a'uzu bika min khushu'in nifaq." Ey Allah, men siz bilan nifaqning khushu'idan panoh tilayman. Dilinde nima khushu'un nifaq deganda o dedi, bedenning Allah'ın qo'rquvchi holatda ko'rilishi va halaniki qalb qo'rquvchi emas. Bedenning qalbi ko'zi yosh, shunda qo'rqqandek taqvo, shunchalik halim, ammo Allah'ın ameliyatda qo'rqmoqlik. Ya'ni kishilarni aldash, saqt qilishini qo'rqadigan, ammo Allah'dan qo'rqmaydigan. Mana bu dedi. Demak, cho'ng nifaq e'tiqodniki nifaq.
kichik nifoq amal va ish harakatdagi nifoq. Al-kabair. Biz kufrdan o'tgandan keyin ikkinchi manhiyatning mertebede, ikkinchi mertebede turadigan haram yoki kabair, cho'ng gunohlarga endi kelamiz. Ve ba'dal kufri bi darajatihi ve mustawiyatihi ta'til ma'asi. Kufrdan keyin onun darajalari, saviyalar bilan, pallalar bilan kufrdan o'tgandan keyin ma'siyatlar keladi. Bu ikki martaba, kabair ve sagair. Bu ma'siyat mi? Cho'ng, kichik deb ikkiga bo'linadi. Kabair degan hiya zunubul jasimatul khatar allati tujibu li fa'iliha ghazaballahi va la'natahu va istihqaqa nar jahannam va qad tujibu ala sahiba haddan fid dunya. Kabair cho'ng gunoh degan qaysi cho'ng gunoh? O xatiri cho'ng gunohlarki, u gunohlarni qilgan kishiga Allah'ın g'azabi, Allah'ın la'nati, dovzaxning o'tiga tegishlik bo'lish vojib bo'ladigan. Bunda gunohni cho'ng gunoh deymiz. Ba'zi u gunohning egasiga dunyoda hadni vojib qiladi, jazoni vojib qiladi. Masalan, o'g'irlik degandek, zina qilish degandek, adam o'ldirish degandek, muhsin ayollarni bo'hton qilish deganidek, manda bir gunohlar bor. Mana bu cho'ng gunoh. وقد اختلف العلماء في تحديدها اختلافا كبيرا. Ulamalar bu cho'ng gunohni muayyanlashtirishda bak ixtiloflashib ketdi. Nechiga bo'lindi, nechiga parchalandi. Qanda bo'lganda gunoh cho'ng gunoh bo'ladi. Qandaq bo'lganda gunoh kichik gunoh bo'ladi. Kabair gunoh qanday gunoh? Uning turi qanchalik? Uning soni qanchalik? Belkim la'alla aqrabaha, belkim bu so'zlarning eng yaqini أنها كل معصية شرع الله لها حدا في الدنيا أو عاد عليها في الآخرة بوعيد شديد كدخول النار أو الحرمان من الجنة أو استحقاق غضب الله تعالى ولعنته فهذا يدل على كبر المعصية. Belki bu sözlerin en yakını bu çoğun günah degan Allah onunla dünyada ölçem had bekitken ya ki Allah onunla ahirette qattiq vaid bilen tahdid kılgan, mesela o dozakka kirishga o'xshagan, ya cennetten mahrum qiladi deganga o'xshagan, ya Allah'ın g'azabi va Allah'ın la'natiga tegishlik bo'ladi deganga o'xshagan, bunda qattiq vaid bilen vaid qilgan har qanday xatolik. Mana bu xatolikning cho'ngligiga dalolat qiladi. Bunun ölçümü şu. Her kanda bir iş dünyada hudud bekitilgan bo'lsa, o'g'irning qo'lini kesinglar, zinaxo'rni rejim qilinglar. Lavat qilgan bo'lsa, Yunus alayhisolamning qiliqiga o'xshagan qiliqni qilgan bo'lsa, uni manda qilinglar. Daxonning qishqa kelgan bo'lsa, Muhammad alayhisolamga cho'zilgan narsa kafir bo'ldi. Ota-onasi tilgan odamga Allohning la'nati bo'ldi. Degandek ya Allah g'azab qildi, Allah la'nat qildi, ya jannatga kirolmaydi, yoki dovzaxga kiradi degandek va'idlar bilan bog'langan amal o gunoh kabira. Lekin naslar buningdan bir nechasini so'zladi. Bu nas buni muayyanlashtirdi. Mubiqat-ı sab'i o'xshash 7 dani halok qiladigan insonni cho'ng gunohi bor. Bu shirkdan keyin Alloh taolo harom qilgan jonni o'ldirish, magar haqqi bilan, agar qisas yo'li bilan bo'lib qolsa bo'ladi. Sehr, jazoni yeyish, yetimning melini yeyish, gunohdan g'ofil, iymoni va muhsin, iffatlik ayollarni bo'hton qilish, jang kunusda, yani jangda düşman bilan uchrashgan chaqda, sap udul-mudul bo'lgan chaqda keyniga yuzi o'rib chekinib olish. Mana bularni shariat aniq bekitdi. Bu kabira gunoh. Va buning o'xshagan sahih hadislar kelgan ota-onaning ko'nglini og'irtish, dilini ranjitish,
urug' tuqqanchilik munosabatni uzish, yolg'on guvohlik berish, yolg'on qasam ichish, aroq ichish, zino qilish, Lut alayhissalatu vassalamning qavmining ishi, erlarning oq tarafiga keladigan, intihor, o'zni o'ltirib olish, qaroqchilik qilish, bo'lanchilik qilish, xiyonat qilish, poraxo'rlik, chekimchilik, mana buning hammasi sahih hadislar kelgan bu gunoh kabirlar. Va minha tarkul faraidil asasiya. Bu gunohi kabirlarning qatoridan asosliq farzlarni tashlab qo'yish. Namozni tark etish, namozni tark etishmi gunohi kabira, ig'ir gunohi kabira. Zakat bermaslik, bu ig'ir gunohi kabira. Uzrsiz Ramazonning kunduzligida iftor qilish, ya'ni tomoq yeyish, hamda uzrisi bo'lib qolsa, yo kasalkan, yo musofirkan, hajni tark etishga chin turilish, uning berishga qodir bo'la olgan kishiga imkoniyati bor odamga haj qila olmayman, chiqim ketadigan, pul isrof bo'ladigan, u pulni bu yerda hajsaqa olmamdi degandek. Mana bulimi gunoh kabiralar. Va mimma asbatathu al-ahadis anna al-kaba'ira zataha tatafawatu. Hadislar isbotlagan dalillardan shu aniq ayon bo'ldiki, kabir gunohining o'zi farqlanadi. Kabir gunohmi? Kabir gunoh akbar. Kabir gunoh akbarul kabair. Bu farqlanadi. Shuning uchun hadisda sahih bo'lib keldi. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Men sizlarga kabiri gunohlining mu kabirisini, ya'ni cho'ng gunohlining mu cho'ngrog'ini deb bermaymi? Va ularga shirkdan keyin ota-onaning ko'nglini og'itishni, dilini ranjitishni sanadi, yolg'on guvohlikni sanadi. Ha deb bersa ya Rasululloh deganda payg'ambarim al-ishraku billah, Allohga shirk keltirish deb bo'lgandan keyin uququl validayn, ota-onaning ko'nglini og'itish, dilini ranjitish, yolg'on guvohlik berish. Hem sahih bo'lib keldi. Inna min akbaril kabair. Haqiqatan kabir gunohlining mu kabiraqi, cho'ngraqi deb. Demak, kabir gunohning mu farqi o'xshamaydi, darajasi o'xshamaydi. Ayyal'ana ar-rajulu validayhi. Kabir gunohlining kabiraqi bir kishi o'zining ota-onasini qarg'ishi, la'nat qilishi, jajangna basun degandek. Sahobalar kayfa yal'anu ar-rajulu validayhi? Qandaqmi bir inson ota-onasini qarg'aydi, la'nat qiladi dedi. Rasulullohning zamonida bu mumkin emas edi, xiyolg'ini sig'maydi. Ammo bugun bu oddiy bir ish bo'lib qoldi. Ota-onasini urush, tillash, ota-onasini yig'litish, ota-onasini hatto o'ltirish, ota-onasiga zulm selish, ota-onasining qon tarini bo'lan-talan qilish, bu normal ish qaylanib qoldi bugungi kunda. Ammo islomning zamonasida insonning aqliga ham sig'maydi valloh. Qala yasubbu ar-rajulu abar-rajul fayasubbu abahu va yasubbu ummuhu. Payg'ambarim bunda dedi. Bir odam yeni bir odamning dadasini tillaydi. Shuning bilan u tillang'uchi kishi tillug'uchining dadasini tillaydi va uning onasini tillaydi. Men qopab boshqa bir tarafning onasini tillayman-da, yo dadasini tillayman. Anından keyin o mening onamni, mening dadamni tillaydi. Mana bu onasi dadasini tillaganlar. Ya'ni o ikkilisini tillaydi dedi. Boshqalarni tillagan vaqtda. Bu mimma adda ila ar-radd alayhi bimislihi. Bu o odamga degan so'zining o'xshi bilan javob berish qilib bordi. Balki uning uchun bir soni ikki so qilib kamlab berdi. Bir ig'iz anasını tillab qo'yibdi, anasi dadasini tillayapti. Ya bir qiz tillabdi, necha qiz tilladi. Faqat sabbal axir bu bilak yeni bir kishining dadasini tilladi, u yeni bir kishi uning dadasini tilladi va uning onasini tilladi ham. Laqad i'tabara al-hadith ash-sharif at-tasabbub fi jalb as-sab ila al-walidayn min akbar al-kaba'ir. Ulug' hadis sharif ota-onasiga tillashni akilishni sababchi bo'lishni kabir gunohining kabirroqi deb hisoblanadi. Ota-onaga
tillashni ekilishda sababchi bo'lishga. Mana men o'zimning ota-onasida tillashni ekilishda sababchi bo'lganligimni kibir gunoh deb hisobladi. Harom emas. Haramlam emas. Kabirlam emas. Haramlam emas, kabirlam emas, balki akbarul kebair. Özünün ota-onasini bevosita o'zi tillagan kishining ahvoli qanday bo'lib ketadi? Ota-onasini aziyat berish, urush bilan, bevosita aziyat bilan, urush bilan o'g'illarning ahvoli qanday bo'lib ketadi? Ota-onasining hayotini jafo sababli, ko'nglini og'itish sababli chiduqsiz davzaqqa aylantirganlarning ahvoli qanday bo'lib ketadi? Bir ata-onangning tillinishiga o'zingning sababchi bo'lganligining o'zini kabir gunoh emas, haromlam emas, akbarul kabair degan bu islom bir vosita tillagan, o'g'an, yig'latgan, qon terini haqsiz yavagan bunda odamning ahvoli nima bo'lib ketadi? Bugun Muşununla bek dikkat qilishimiz kerak. Ata-onalarimiz bulupmu o'quvchilar, talibul ilmlar bununla bek ehmiyet berish kerak. Ata-onalarimiz bizni o'qitimiz deb topqanni bizga berib o'zi xajlamay, biz uchun ba'sa biz uni xajlab uxlaydigan, o'ynaydigan bo'lib olsak bo'lmaydi. وقد فرق الشرع بين المعصية التي يدفع إليها الزعم والمعصية التي يدفع إليها البغي. Şeriat onunğa acizlik mecbur kılgan ma'siyat bilen onunğa zulüm, zoravallık mecbur kılgan ma'siyatning arasını ayırdı. İki hatalık var. Birinin acizlik mecbur kıldı. İnsan özünü idare kılamayı, başkuranmayı kıpsaldı. Yeni bir hatalık var. Zoravallık, yoğallık kılıp kıpsaldı. Mesela birincisi zina okşaydı. Yani zina insan şehvetini kontrol kılanmayı, idare kılanmayı, özünü başkuranmayı kıpsaldı. Yeni birisi cezanı okşaydı. Bunun da kalkının hakkını. Şunun için cezanını günah cihette Allah subhanahu ve ta'ala'nın nazarında iğriyak kıldı. Günahı anın iğri. Hatta Kur'an-ı Kerim bir hatalıkta cezanı hakkıda degen gapni deb bakmagan. Hiç qanday bir hatalıkta. Allah'ın vazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Mu'min bo'la olsanglar cezanını taşlanglar. Cezanının qapqagan cezanını qo'yanglar. Agar unda qilmasanglar Allah va uning rasuli tarafdan jang e'lon qilinglar dedi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam cezanını yegan, yedirgan, yazgan guvoh bo'lganlarga la'nat qildi va dediki bir tangi jazoni uni bir odam yeydi valaniku bo'lib 36 qitim zina qilgandan ig'riyoq dedi. Va payg'ambar alayhisolatu vasallam jazonini 73 yoki 72 bobi bor jazonininki darvozasi bor. Uning eng tuvini, eng oddiysi bir insonning o'zining onasi bilan nikohlanishi dedi. Mana shunchalik darajada ig'risi. Jazoni bilan zinoni o'tishga farq. Jazoni zinodan netchan hasla ig'ri. Yani ma'siyatmi ikki xil bo'ladi, cho'ng, kichik ma'siyat bo'lgandek, cho'nglarimi, gunoh kabirlarimi ikki xil bo'ladi. Cho'ngroq gunoh kabira, odatdagi gunoh kabira. Bu gunoh kabirlarimi ham 3 xil bo'ladi. Qalbning gunohi kabirlari, tilning gunohi kabirlari va amaliy a'zolarning, javorihlarning gunohi kabirlari. Qalbning gunohi kabirlari. Bu gunoh, cho'ng gunohlar oshkora amalliga ham qarashlik emas. Ba'zanlar o'ylaganidek, balki qalbning cho'ng gunohlari gunohi qattiq, xatiri yomon. Masalan, hasad, musulmonlarga o'chmanlik qilish, adovat qilish, yomon ko'rish, bular eng og'ir gunoh. Qalbning amallari toat ibodatda
ustuqal bedellining amellerinden ebzel katta boğunidek biz kalplerinin amellerini günah ma'siyet tarafta xatar katta ta'siri cho'nqur xatiri cho'ng topamiz biz. Xuddi amallardimi birinchi qalbning amali muhim. Qalbning amali asos. Qalbning amalining ahamiyati eng cho'ng bo'lganidek günah ma'siyat tarafdami qalbning amallari, qalbning manhiyotlari xatiri cho'ng ve ta'siri yiroq topamiz. Masalan, bunun bir misali iblisning hasidi. İblisning hasidi, iblisning kibrisi. İblis hasad qildi ve iblis kibr qildi. Allah Teala'ga itoat qilmadi. Qobil hasad qildi. Habilning fazilatini ko'rolmadi, uni o'ldirdi. Demek bu qalbdagi amal hareketdeki ve ameli amelinin asaslık menbesi ve asası. Şunun için meyli me'murat tarafta kalbinin ameli muhim bulsun, şunun da menhiyat tarafta bu kalbinin ameli en muhim. Dersimiz mişyagiçe bulsun bugün inşallah erteden başlayıp bu günahlarınki türlerini birbirlep sözleyimiz. Allah dersimizi devam etmeniz olsun. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin. Ve rahmetike ya rahman rahim.